Aziz do'stlar, bahor keldi, lekin biz so'malay qilayotganimiz yo'q. Husn aka, hozir buni atalami bu? Ya bu atal emas. Bu don. Bu yerda mana hozir siz bilib oling, bu atala bilan don pishirganni odamlar adashtirib oladi. Ha, ko'pchilik adashtiryapti shuni. Ko'p bahslar bo'lyapti. Atala men hech qilmaganman, uni bilmayman. Bilishimcha ko'rganlarim arzon unmi, yo mikina deydi, kepe, narsalar qo'shib turib aralashtirishadi. Qanaqadir yurishdi maydasi, qanaqadir set. Arzonchi narsalardan qilishadi. Endi qanaqadir YouTube'da ko'rdim. U menimcha sigirga yo qanaqadir ushab turishga bo'lsa kerak mollarni, shundoq boqayotganlarga. Nima, natija uchun emas. Lekin mana biz pishiramiz, don pishiramiz bu yerda. Jo'xori, bug'doy pishiramiz, u atalamiz, bu yem. Hali boy aytganimdek pishganda yuqishi yaxshi bo'ladi. Bizaniki tayyor bo'lganda bir bo'tqa holiga keladi, loyga o'xshagan. U donni videoda davomida qo'yib ketamiz, sechka dedingiz a? Ha, sechka. O'shani pishiramiz, masalan, necha soat qaynatasiz? 2 soatlarda pishadi. Soat o'zi qaynagandan keyin 2-2,5 soatda pishadi. Ani yiriroq don bo'lsa, sal kechroq, maydaroq sechka bo'lsa, tez ochilib, pishishi ochilib ketadi, grechkaga o'xshab. O'shandan bilasiz, yorma bo'lar ekanda. Ha, yorma bo'lib ochiladi. O'shanda 70 kilo qozonga solsa, 70-75 kilogacha sig'adi qozoningizga. Bir tortganingizda 200 kilo bo'lib chiqadi. Suv o'zini massa ishib, hali shovlaga o'xshab pishadi. Demak, mollarga yuqishi yaxshi, ham aytganimdek to'yimli, ham massa ko'proq bo'lib chiqadi. O'shanga qo'shiladi qolgan yemlar. Lekin u atal emas. U atalani ko'rdim, atalaga nima solsa solar ekan, pishirib qaynatib tashyapti. U lekin uni ham yaxshi tarafi boqma buqani olib kelganingizda 1-2 oy o'sha atala bilan boqib olsangiz, mol sal qorin tashab, badaniga suv yugurib, yemlashga tayyor bo'ladi. Keyin quruq yem bo'ladi. Keyin massa olish uchun. Yo'q, u atala bilan boqsangiz, ko'zingizga semirayotganga o'xshab ko'rinaveradi. Qorin chiqadi. Yaltiraveradi-yu, so'yganingizda kerakli toshni bosmaydi. Hali yog' ham qilmaydi, keyin go'shti yupqa ham tushadi. Menimcha ko'pchilik muzokara, bahslarga nuqta qo'yiladigan va javob bo'ldi deb bilaman. Chunki tajribadan o'tkazib nechta molni bunday qilib aytganda so'yib natijasini olmasdan hamma yo'qni ko'rib bilib yan odam mana o'z og'zi bilan jivoy aytadi. Mana bunaqa narsa bor. Men atala bilan boqyapman, zo'r bo'lyapti deydi. U boqayotgan qarasangiz atala emas, donni pishirib berayotgan bo'ladi. Ular atala bilan boqyapman deydi. Atala so'zni ma'nosini adashtiryapti. U rostdan hali aytgandek donni tashyapti, mayli bug'doymi, jo'xorimi deb pishirib, qaynatib beryapti, o'shani atala deydi. Bu o'zi u don uni. Bir xilla shuni atala degan uchun zo'r bo'lyapti. To'g'ri, unaqa boqsangiz, u don bilan boqsangiz zo'r bo'ladi. Pahlavonlarning bo'tqasidan bo'lar ekan sizniki. Atala deyishganda bir xilla bardaga un qo'shyapti, narsa bilan 2 ta unni tayyorlayapti. Ko'rdim-da, suv narsani ag'darib chiqyapti. U bilan haligi semirtirishga yo natija zo'r bo'lmaydi u bilan. Va sizga bir oydan oshdi. 2 oycha bo'lib qoldi. Vitabazadan berib olgan. 2 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi. Vitabazadan bergani. Siz mana menga qo'ng'iroq qildingiz Azizbek, mana shunaqa dorilar ishlab chiqaraman dedingiz. O'shanda sizga aytdim. Ukam, men buni bilmayman. Mayli, siz berib yuborsangiz, ishlatib ko'rsa, agar mana shunaqa narsa, yana 3-4 xil dorilar ham berdingiz-ku, bizning doktorimiz bor, Muhammad. Olib keldim, Muhammadning oldiga o'tib, Muhammad, mana shunaqa, men dorilarning otini bilmayman, doktorimiz qaragani uchun aytsam, yo to'g'ri, men bilan foydalanamiz. Sizni bilar ekan u yigit. Mana bundan qo'ylarda foydalandi. Hali qo'ylar tug'di, hali qo'zichoqlarga berib anaqa qildi, effekti bo'ldi. Hozir buni Xudo xolasa endi buni molga ham berishni boshlaymiz. 2 oy qo'ylarda foydalandi, yaxshi qo'zichoqlar yaxshi o'sdi. Ha, Xudo xolasa qo'zichoqlarda va bu vitabazamizni uloqchi otlarga va barcha turdagi hayvonlarga tavsiya qilib qolamiz. Bo'rdoqqa boqilayotgan qo'ylarga, buqalarga 200 grammi 100 kilogramm yemga, 200 gramm 100 kilogramm yemga, mayda o'sib kelayotgan hayvonlarga 100 gramm 100 kilogramm yemga yoki-da bircha hozir boqayotgan odamlar bo'lsa 4 ta 5 ta boqadiganlar bir choy qoshiqdan 2 mahal berib tursa kifoya qiladi. Va bunaqa qaynatib berilayotgan yorma yemlarda, bo'tqalarda mana hozir qaynoq holatga keladi-yu. Ko'pchilik vitaminni bir sirini aytay. Vitaminlar maksimal 80 darajada o'zi parchalanish boshlaydi, qolmaydi. Effektini yo'qotadi.
qo'lingizni solasiz o'sha bunaqa o'zi bilinadi. Qo'l kuymaydigan qo'l kuymaydigan darajada solgan ma'qul. Keyin aralashtirish yaxshi bo'lishi kerak. Iliq holatda solsangiz, shunda natija zo'r bo'ladi. Hali aytganimizdek bunda qo'ylarda ko'rdi natijasini. Xudo xolasa, endi buqalarga ham, xudo xolasa videolarda natijalarni qo'yib boramiz. Albatta tavsiya qilib qolamiz va buni berishdan maqsad hozir mana bahor kelyapti, qish mavsumida qo'ylarda jun yeyishlar kuchayib ketadi, tuyoqchirishlar kuchayib ketadi. Buqalarda ham devor g'ajishlar, g'ajishlar kuchayib ketadi. Bu muammo bizda bo'lib kelgan. Shuni oldini olish uchun mel berib kelardi bizga. Mel berib kelardi. Melda hozir mana buni tarkibi meldan kuchliroq ekan. Kompleks vitamin. Endi bunga o'tamiz. U oldin bunaqa narsalar endi mana rivojlandi-ku. Oldin mel Namangandan mel kelardi, pishchoy mel deb egasi berardi. Shunaqa molli fermalar oladi. O'sha meldan foydalandi. Endi buni aytganingizdek vitaminlar ko'proq. Endi xudo xolasa bunga o'tamiz foydalanishga. Buni hozir vetaptekalarda narxlarini endi mayli aytib yuboramiz. 200 ming, 220 ming atrofida sotishayotgandir. Men ishim bo'yicha biz endi optim beramiz. 5 kilogrammini. Ya'ni 5 kilogrammi bo'rdoqlarga 2,5 tonna yemga mo'ljallaganda, mayda mollarga, o'sib kelayotgan mollarga 5 tonna yem. Ya'ni endi siz o'zingizni kalkulyatsiyangizni chiqarsangiz juda bir arzon narxda tushib kelyapti, xudo xolasa. Albatta bizni kuzatishda davom eting, layklarni unutmanglar.